İslamdaki aile tüzümü. 2. bölüm davamı. Yaman aqıbatlarga sebep bo'lgan boşluqlar. İffet nomusning dafsanni qilinishi va yaman niyatlik odamlarning buzuqchilik uchun fursat yaratib beradigan boşluqlar tuvandikilar. 1. Aile mas'ulining o'z ahlini yot erlarning yaman niyatlik ta'mallaridan qo'g'dashga ahamiyat bermasligi. Bu acizlik, aile mas'ulining ərlik g'ururni yo'qotganligi yoki o'z vazifasini to'nmaganligi va yoki o'zining tarbiya sohasida bilimsizlik tufaylidan maydonga kelgan acizlikdir. 2. Musulmon xonim-qizlarning musulmon emas millatlarni do'rab, uchuq, nepis va qisqa kiyinishi, yurish-turishlaridagi benormal nazokati. Şoňa İslam dinida her türlük yaman aqıbatlarning oldini olish uchun ayollarni o'zlariga qarta erlarning havaslarini qo'zitib yuradigan barliq amallardan yiroq bo'lishga chaqirgan. Alloh taolo butun musulmon ayollarga xitob qilib bundoq deydi: "Ilgirki jaholiyat davridagi ayollarning yasinib chiqqandek yasinib chiqmanglar. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar." Bu oyatdagi xitobdan maqsad ayollarni güzel, yarışımlıq kiyimlarni kiyib, esil yurishlardan mani qilish emas, balki islom dinini kelishdan burunqi davrlardagi ayollarning va kunimizdagi madaniyat da'vosi qilg'uchi ayollarning kiyingandek yot erlar bor yerda nipizlikdan badanlarini ko'rsatib turgan, qisqaliqdan tizdan oshmaydigan, torliqdan badanlariga chaplashib turgan kiyimlarni kiyishdan mani qiladi. Göher neçqat tügüller içinde saqlanğanlığı ve her kişinin onu körelmegin üçün şunçilik qimmatga sazovor narsadir. Ayolmu uzun azada esil kiyimlarni kiyib yursa, uning hurmati va qimmati oshidi. Kishilarmi uningdan hayo qiladi, uni qadrlaydi. Şoň ayollar yot erlar bor joyda so'z qilganda imkon qadar o'zlarining ovozini jalbkor va nazokatlikda sun'iylashtirib olmasdan, balki normal, tabiiy so'zlashga tirishish kerak. Çünki nazokatlik sun'iy ovozlar erlarni o'ziga jalb qilishning bir vositasidir. Arab maqol tamsillarida bu quloq ko'zdan burun oshiq bo'ldi deydigan so'z bor. 3. Er-ayol jinslarining ommaviy so'rinlarda aralashib o'ldirishi. İslam şəriətində ayollarning o'z tuqqanlaridan bo'lmagan yot erlar bilan ommaviy so'rinlarda aralashib o'ldirishi, ularga nazokatlik va sun'iy ovozlar bilan zaruriyatsiz so'z qilishi ma'ni qilingan tursa-mu, ko'plagan musulmon oilalari o'zaro ziyorat yoki boshqa munosabatlardan tashqari ommaviy so'rinlardami er-ayollar bir o'rinda aralashib o'ltiradigan, erlar bilan ayollar bir-biriga chaqchaq qilishadigan odatlarni o'rganib qolgan. Bundaq ishlar dinimizning ko'rsatmasiga xilof bo'lganning sirtida biz Uyg'urlarning milliy an'analarimizga yot kelgan ahvoldir. 4. Oilada diniy tarbiyaning yo'qligi yoki kamligi. Bir oilada haqiqiy diniy tarbiya bo'lgan bo'lsa, uning foydasi shu oilada yetib chiqqan bolalarning o'zi uchun emas, balki ular yashagan mahalla, yurt va jamiyat uchunmi o'rtaq bo'ladi. Ailedagi diniy tarbiya bolalarning dastlabki tarbiyasi bo'lib, diniy tarbiyani o'zlariga o'zlashtirgan qiz-yigitlar oilaning sharafini va nomusini qo'g'dashning naqadar muqaddas va ulug' vazifa ekanligini tunuydi. Natijada quruq so'zlardan va yolg'on tuhmatlardan saqlanish uchun bo'lsa-mu, yotlar bilan benormal aloqa qurmaydi. Qizlar oilasidan ruxsatsiz xohlagan joyga ketmaydi. Yot erlar bilan birga yurmaydi. Çünki İslam tərbiyəsinin təqazzası bu xil yolsuz aloqalarni inkar qiladi va mani qiladi. 5. Namahrəm bilan yolg'iz qilish. Er yoki ayol har qandaq bir kishining o'zining jo'risi yoki nikoh bog'lanmaydigan, yaqin tuqqan bo'lmagan yot biri bilan xoli yerda yolg'iz qilishi islomda mani qilingan harom ishdir. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Allahqa ve ahiret günü işengen adam məhrimi yenidi bolmagan yat ayal bilen xali bir yerde yalğız qalmasın. Çünkü bu vaqtda ularning üçüncüsü şeytan bulup qalıdı. 6. Birovning avrat joylariga qarash. Mayli er bolsun yoki ayol bolsun, birovning boshqa birining avratiga qarash mutlaq haromdir. 7. Hayosiz filmlarni ko'rish, axloqsiz suratlarga qarash, televizor kontrolligini qo'ldan berish. Namahremlarga qarash harom bo'lgan yerlarda
Ba'zi filmlardagi axloqsiz qiliqlarga qarab lazzatlanish, hayosiz rasmlarga qarab tomosha qilish, televizor kanallarını kontrolda tutib, normal filmlardan boshqalarni ko'rish, o'zi va oila a'zolari cheklanmasdan mutlaq qo'yitish albatta cho'ng haromlardan biri va insonning qalb ko'zini xiralashtiradigan gunohdir. Oila boshliq bo'lgan ota bilan ana bolalarning bu xildagi harom ishlarni sodir qilib, gunoh ishlashini to'sish lozim. Unda qilmaganda ular o'zlarining gunohlari bilan birlikda bolalarning gunohlarini ustiga ilib jazosini chekidi. 8. Ayollar kasalliklariga munosabatli ishlarda ayollar doktorlarga berish imkoniyati bor bo'lgan sharoitlarda ayollarning er doktorga berishi. Chunki er bilan ayol ikki yot kishining yolg'iz bir yerda bo'lishi to'g'ri bo'lmaydi. Bu har qanday odam ahamiyat berish tegishli ishdir. Ayol doktor bo'lmagan yoki jiddiy ahvol ostida er bo'lamdi, ayol bo'lamdi, qaysi bir doktorga berishga bo'ladi. Chunki islom qonunida zaruriyat cheklangan ishlarga yo'l qo'ydi deydigan umumiy prinsip bu ishga yo'l qo'ydi. 9. Ayollarning er satarashga, erlarning ayol satarashga berib charch kestirishi yoki yastishi. Yat ayolning yat erga, yat erning yat ayolga tikilib qarish haram bo'lgan yerda o'zining jo'ris bo'lmagan birining beshini tutib chechini yasishi albatta haromdir. Buningda zaruriyat yoki uzr bo'lmaydi. Chunki ayollar uchun ayol satarash, erlar uchun er satarashlar tepilmay qolmaydi. Hamda charch yastish yoki kestirish jiddiy ahvolmi emas, xohlagan vaqtda, xohlagan joyda qilg'il bo'ldi. 10. Ayollarning mahramsiz holda safarga chiqishi. Musulmon ayol safarga chiqmoqchi bo'lsa, eri yoki mahram tuqqanlardan birasi yoki ishonchli dindor ayollar guruhi bilan chiqadi. Chunki payg'ambar alayhissalom Allohga va oxirat kuniga ishongan ayolning 3 kecha kunduzlik musofaga mahramsiz safar qilib chiqishi halol bo'lmaydi degan. 11. Zina qilish. Dunyodagi barliq dinlarning zinoni harom qilganligining hikmati taraqqiy qilayotgan hozirgi asrda texmi ro'shan o'ttirg'i chiqmoqda. Chunki zina diniy, axloqiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlardan eng ziyonli bir obat bo'lganining sirtida saqaymaydigan nejis kasalliklarga ilib boradi. Shunga Alloh taolo zinodan to'sishda. Zinoga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir deb ko'rsatgan. Homildor bo'lishning oldini olish masalasi. Tug'ish tug'maslik masalasi er-ayol ikkisining qaroriga bog'liq ishdir. Ailedagi ma'lum sabablar yoki zaruriyatlar tufayli er-ayol ikkisi kelishib tug'ishni vaqtga kechiktirish niyati bilan homildorlikning oldini oladigan dori o'kul va boshqa har qanday bir chorani qo'llanishi durustdir. Bu deganlarimizning to'g'ri ekanligini kuchlantiradigan hadislar ko'p. Jabir raziyallohu anhu mundaq degan: Biz payg'ambar alayhissalomning zamonidami azli qilatdik. Payg'ambar alayhissalom uni bilgan, ammo uningdan to'smagan edi. Tug'ish yoki tug'maslik ota-ona bo'lg'uchining ixtiyoridir. Bu sababdan tug'ish yoki tug'maslik masalasining davlatlarning prinsiplaridan biror prinsipga yoki kishilarni uning tashabbus qiladigan biror chaqiriqqa aylanib qolmaslik kerak. Chunki kishilarni oz tug'ishga yoki tug'maslikqa tashabbus qilg'uvchilar yoki zo'rlag'uvchilar biror yomon g'arazning tashabbusi bilan ish ilib berayotganlardir. Tug'ish-tug'maslik masalasi er-ayol ikkisining qaroriga bog'liq ishdir. Başqalarning ularni tug'ishga yoki tug'maslikqa zo'rlash huquqi bo'lmasligi kerak. Qo'saqdagi balani tushiritish jinoyati. Qo'saqdagi balaga ziyon yetkazish eng og'ir qotillik jinoyatidan sanaldi. Islom jazo qonuni bo'yicha tushiritilgan bala tirik tushgan bo'lsa, ya'ni tirik tushib ondan o'lgan bo'lsa, uni tushirayotguchining ustiga bir odamning diyeti, yana bir odamning savallik bilan o'ldirayotgan kishiga keladigan moddiy to'lam keladi. Agar u bola o'lik tushgan bo'lsa, uni tushirayotguchi uning onasiga oldinqisidan yenigirak to'lam to'laydi. Ananing qo'rsiqidagi bir jon egisini savallik bilan o'ldirayotganlikning bu dunyodagi jazosi xolos, ammo uning oxiratdagi jazosi Allohning ilkidagi ish bo'lib, Alloh uni jinoyat ishiga vaqtdagi niyatiga qarab xolisa uni afv qiladi, xolisa jazolaydi. Lekin ananing qo'rsiqida bo'lib, bu dunyoga tig'i ko'z ochmagan bir buvoqni qasddan o'ldirguchining jazosi Qur'on Karimda nihoyat aniqdir, u bo'lsa-mu do'zaxdir. Qandaq sharoitda qo'saqdagi balni ilvasi bo'ladi? Hozirgi zamon islom ulamolari to'ralmaning ota-onasi bo'luvchilarning roziligi bilan 40 kunlik bo'lmagan to'ralmani elvitishga bo'ldi deb qaror qildi. Kuveyt davlatining Fatvo ishlar komitetining 1984-yili 9-oyning 29-kuni chiqargan fatvosida mundaq deb qayd qilingan.
Төрәлмəni onun төрəlginiga 40 gün toşmagan bolsa, ata-anasının istiki və onun razılıq bilan elib etishqi boludu. Төрәлмəni elib etmegəndə, onun anasının hayatı xətərə uçraydiganlığı aniq və keskin qararlaşqanda, faqat anaның hayatını qutquzub qilish yüzüdən төрәлмىگە 120 gün toşmagan bolsa, onu elib etsə boludu. Amma төрәлгениga 120 gün tolub işib ketgan төрәлмəni qaysı bir səbəb bilan çürütüşqə qat'iy bolmaydı. Çünki mundaq qilish bir canını qasdən öldürgənlik hesablandı. Hazırkı zaman məşhur ölümalardan mutlaq köp sanlıqı yuqarı qarashni ma'qullaydı. Bovaqның ayıplik tug'ilganligi aniqlansa, qanday qilish kerak? Bovaqның ayıplik tug'ilganligi ishonchli tibbiy mutaxassislar tarafidan shaksiz holda aniqlangan va tug'ilgandan keyin uni saqaytish imkoniyati bo'lishidan qat'iy umid uzilgan bo'lsa, mazkur төрәлмىگە 120 kun to'shmagan vaqt ichida elivasi bo'ladi. Ammo төрәлмىگە 120 kun o'tib ketgan bo'lsa, bu holda qaysi bir uzr yoki zaruriyat tufayli төрәлмىni elib etishga bo'lmaydi. Төрәлмىگە qachon jon kirdi? Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Sizlar ananglarning qo'sqida paydo bo'lib, 40 kun ichida laxti qonga, ondan go'sht parchasiga aylansizlar. Ondan maxsus farishta avatilib, sizlarga jonni puylaydi. Va sizlarning rizqinglarni, ajringlarni, baxtlik yoki baxtsizlikinglarni yozishga buyurildi." Yana bir hadisda төрәлмىگە 42 kun bo'lgandan keyin Alloh bir farishtani uning avatib, uni inson shakliga kirgizdi. Onun qulqini, ko'zini, terisini, go'shini va so'ngaklarini yaratdi. Ondan farishta: "Ey Rabbim, bu төрәлмә erkak bo'lamdi yoki qizmi?" deydi. Alloh o'z xohish bilan amr qildi. Farishta yozdi. İslam öləmaları bu ikki hadisning ro'yiga asosan төрәлмە onasining qo'rsqiga unib 40 kun o'tgandan keyin uningga jon kirdi. Biroq mazkur 40 kun o'tib qancha kundan keyin jon kirdiganligini hech kim aniq kesib aytolmaydi. Shundaqdimi Qur'on Karimdagi "Ondan uni yavrus yaratib, uningga o'ziga mansub ruhni kirgizdi" degan oyatdan төрәлмە inson shakliga kirgizilgandan keyinla uningga jon kirgizildi deb tushunishga bo'ladi. Ya'ni Infitor surasidagi "U seni yaratdi, a'zolaringni bejirim, qomatingni tuz qildi" degan oyatga asoslanganda төрәлмىگە 8 hafta bo'lgandan keyin jon kirib bo'ladi deb tushunishga bo'ladi. Ko'plagan mufassirlar bu qarashni kuchlantirgan. Az tug'ishni tashabbus qiluvchilarning bahonalari. Ba'zi kishilarning tushunchasi bo'yicha jamiyatdagi faqirlik, kasallik, bilimsizlik va ishsizlik qatorliq baxtsizliklar nopusning ko'pligidan kelib chiqarmish. Şuna cemiyetini bu vabalardan saqlab qilish uchun tug'maslik kerakmish. Amaliyotda bo'lsa, cemiyetini bundaq vabalardan, baxtsizliklardan saqlash uchun tug'ishni cheklashga hojat yo'q. Bu op-ochiq jahillik, ahmoqlik va ojizlikdir. Chunki Alloh taolo insonga har qanday balay ofatlarning, baxtsizlikning oldini olish uchun yetarlik aql, idrak, ilm, fan ato qildi. Yo'lliq va ilmiylik bilan jamiyatdagi ofatlarning oldini olishga tirishmasdan tug'udni cheklashga urinish bo'lsa, insonlik burchini ado qilishdan ojiz kelganlik va qiyinchiliklar oldida yengilganlikdir. Jamiyatni og'riqsizliklardan, faqirliklardan, bilimsizliklardan, ishsizliklardan saqlashning ilmiy va mantiqiy yo'li maktablarni ko'p ichish, kishilarni bilim olishga haqiqiy turda tashabbus qilish, dinimizda ko'rsatilgan bo'yicha har kishi ommaviy shaxsiy tozaliqlarga rioya qilish kerak. Chunki dinimizda pokizlik imonning yerimi sanildi. Har qanday og'riqsizliklar umuman pokizlikka rioya qilmaganlikdan bo'ladi. Jamiyatdagi kapital soni va pul mol egalarini jamiyatga, xalqqa foydali bo'lgan ishlarni qilish uchun mablag' silishga undash. Ularga davlat tarafdan o'ng'aylik va kengchilik tug'dirib berish, ishsizlarni ishdan bahramand qilishning to'g'ri yo'lidir. Yo'qsullik sabab bo'ladi degan bahona bilan tug'maslikni yoki oz tug'ishni tashabbus qilish xuddi qatnash hodislari ko'p bo'ladi deb mashina haydashni ma'ni qilmoqchi bo'lganga o'xshash bema'nilikdir. Tug'ishning vaqtliq oldin olish haqida fatvo. Bu yerda Saudiya Arabiston Fatvo komitetidagi katta ulamolar hay'atining 1974-yili 13-aprel, ya'ni Hijriya 1394-yil 4-oyning 13-kuni chiqargan 42-nomerlik mono fatvosini naql keltirman. Islom shariatining nasllarni ko'paytirish tashabbus qilganligini,
Balalar Allah Taala tərəfindən ata-analarga ata qılınğan ən katta ne'mat deb e'tibor qilinganligi va nasl yetiştirish ishining nihoyatda muhimligi haqida kelgan oyat va hadislarning ko'pligi asoslanib, tug'ut cheklash yoki planlash masalasining inson tabiatiga Allah Taolaning koinotni bekitgan ilohiy qonuniga zid kelganligi, tug'ut cheklash fikrlarini tarqitib, kishilarni uning tashabbus qiluvchilarning umuman butun islom dunyosiga, xususan arab dunyosiga planlıq holda suiqasd qilayotgan bir turkum makkor guruh ekanligi. Ularning bu tashabbuslar orqali islom dunyosini mustamlik qilishdan iborat nejis g'arazlarga yetishni planlaganligining aniq ekanligi va nomrodlikdan qo'rqib tug'utni cheklashning, ya'ni yer yuzidagi jonliqlarning hammasiga rizq berishni Alloh o'z ustiga olgan degan oyatga ishonch qilmaganlik bo'lib, cho'ng gunoh sanalganligi uchun hay'atimiz tuandagi qaror chiqadi. Tug'ut cheklash mutlaq xatodir. Pekirlikdan qo'rqib, hamildorlikning oldini olish uchun dori ukul boshqa choralarni qo'llanish joiz emas. Chunki Alloh taolo har qanday jonliqni o'z rizqi bilan yaratadi. Ammo oilaviy sabablar tufaylidan, masalan, onning normal tug'ut tug'olmasdan balni har qitimda operatsiya qilish orqali ilishga majbur bo'lib qolganligi yoki ayol ikkisi tug'ishni bir zamon kechiktirishda o'zlari uchun yaxshiroq bo'lganligini maslahatlashganligi qatorli hollarda ularning homildorlikning oldini oladigan dori ukul boshqa choralarni qo'llanishi joizdir. Payg'ambar alayhissalomning azli haqidagi hadislari va islom fiqhshunos olimlarining to'ralmiga 40 kun bo'lmagan nutfa abi ma'ni dori yoki ukullar orqali zaruriyat yuzidan tushirishning joizligi haqidagi fatvolari bizning bu qarorimizni kuchlantiradi. Sun'iy urug'lantirish masalasi. Sun'iy urug'lantirish erning spermasini ilib, ayolning bola yotqusiga yerlashtirish orqali ayolni eg'ir qilish deganlikdir. Bu ish qaysi sabab tufayli ayol o'tirsida amalga oshsa hech vaqasi yo'q. Chunki ular nikohliq er-xotinlardir. O'xshamaydigan tarafi spermasining normal munosabat bilan emas, balki tibbiy usul bilan ayolning rahmiga o'tganligidir. Ammo ayolning o'z eri bo'lmagan bir erning spermasini ilib, o'zining rahmiga yerlashtirishi haromdir. O'zining eri bo'lmagan birining spermasi bilan sun'iy urug'lantirish zinodan bal tepishning taraqqiy qilgan zamonaviy turi bo'lib, qat'iy haromdir. Chunki bunday qilish mazmun va natija jihatda zino bilan o'xshash bo'lib, o'zining nikohli eri bo'lmagan yot erdan bal topganlikdan tashqari naslini buzishdir. Misrning katta o'limalaridan Shayx Shaltut o'z vaqtida sun'iy urug'lantirishning zinoga o'xshashli harom ekanligiga fatvo bergan.